bitta fakt. Qani boshladik. Ushbu videoda siz Lamin Yamal Messining shogirdimi? U soch turmagini kimdan o'g'irlagan? Hamda futbolist bo'lmaganida u kim bo'lar edi? Shunga o'xshash ajoyib faktlarga ega bo'lasiz. Qani boshladik. Lamin Yamal Barselona futbolchisi. 2007-yilda Ispaniyada tug'ilgan. 15 yoshida Barselona klubining asosiy jamoasiga qo'shildi. To'liq ismi Lamin Yamal Nasroi Ebana. 17 yoshda, bo'yi 180 cm, 19-raqamda o'ynaydi. Pozitsiyasi winger. Lamin Yamal chap oyoqli futbolchi. Chap oyog'i kuchli, lekin ikkita oyoqda ham o'ynay oladi. La Masia tarbiyalanuvchisi. De Llobregat nomli shaharchada tug'ilgan. Bu shaharda asosan ishsizlar va narkomanlar istiqomat qiladi. Kambag'al oilada tug'ilgan. Otasi Marokashdan va musulmon, onasi esa Ekvatorial Gvineyadan. Laminning kichkina ukasi bor va Yamal uni juda yaxshi ko'radi. Sport o'yinlari orqali onlayn daromad topishni xohlaysizmi? Bizning Sinov.uz Telegram kanalimizda siz aynan shunday imkoniyatga ega bo'lasiz. Kanalimizda tayyor stavkalar doimiy ravishda taqdim etiladi. Bu orqali siz osongina daromad olishingiz mumkin. Video ostidagi manzil orqali hoziroq o'tib, kanalga obuna bo'ling va onlayn pul ishlashni bugundan boshlang. 104 nomli jesti bor va Lamin har gol urganda shu jestni ko'rsatadi. Bu jestning ma'nosi ulg'aygan shaharning pochta indeksi hisoblanadi. Yamal futbol o'ynashni 4 yoshdan boshlagan. 15 yoshida Barselona safida debyut qilgan va Ispaniyadagi eng yosh debyut qilgan o'yinchiga aylangan. Lamin Yamal arabchasidan hisoblanadi. Lamin haqiqat, Yamal esa go'zallik degan ma'noni anglatadi. Laminning otasi o'z o'g'lini o'yinini stadiondan muxlislar bilan birga ko'radi. Ota-onasi ajrashib ketishgan lekin Yamalning mashhurligi ularni yana birlashtirdi. Messining o'zi Laminni cho'qintirgan. Laminning 7 yoshligidagi Ramos bilan tushgan rasmi ham shov-shuvga aylangan. Hattoki Yevro Kubogi davomida ham Yamal o'qishni onlayn davom ettirgan, chunki juda qo'rqqan imtihonlardan yiqitib yuborishlariga. Bir intervyuda o'zining eng yaxshi ko'rgan fanlarini aytib o'tgan va bular fizika, kimyo va matematika. Yamal 3 ta terma jamoa safida o'ynay olishi mumkin: Gvineya, Marokash va Ispaniya. Uning onasi Gvineyada o'ynashni rosa xohlagan. Yamal 26 yoshgacha uylanishini aytgan, lekin ota-onasi erta turmush qurishgan. La Liga tarixidagi eng yosh gol urgan o'yinchiga aylangan. Yevropa tarixidagi eng yosh o'yinchi ham hisoblanadi. Quaresma uslubidagi uzatmalari bilan ajralib turadi. 2024-yilning Golden Boy sovrini egasi hisoblanadi. Hozirgi kunda Laminning transfer narxi 180 million yevroni tashkil etadi va bu summa 17 yoshli futbolchilar o'rtasida rekord. Hozirgi kunda Barsaning eng qimmat o'yinchisi. Barsa muxlislari Yamalni bo'lg'usi Messi deb ta'riflashmoqda. Lekin hatto Messi 17 yoshda Yamaldek o'ynay olmagan. Yamalning o'zi ham bir umr Barsada qolishni rejalashtirmoqda. Messini o'zining kumiri deb biladi. O'tgan mavsumda 7 gol va 10 assistni amalga oshirgan. Jorj Mendes uning agenti hisoblanadi. Laminning tovon puli 1 milliard yevro qilib qo'yilgan. Yamalning alohida ajralib turadigan qobiliyati bu dribling. Travel uslubidagi paslari dunyoni hayratga solgan. Yaxshi ko'rgan qizini jonli efirda boshqa bilan ko'rib, orani ochib yuborgan. TikTok trendlarni olishni yoqtiradi. Nico Williams bilan yaqin do'st. Yevroning finaliga kelguncha yo'lda uxlab qolgan. Gol urgandan keyin maxsus raqslar bilan nishonlaydi. Yoshlikda ko'p ko'cha futboli o'ynagan va uni darvozaga qo'yib qo'yishgan. Avtobusda yurishni yoqtiradi. Barsa muxlislari uni Fatiga o'xshab qolishdan qo'rqishadi. Yamal to'pni o'zi bilan darsga olib boradi. Lamin jiddiy futboldan ham ko'ra qiziqarli futbol o'ynashni yaxshi ko'radi. U shunchaki dribling qilmaydi, to'p bilan raqsga tushadi. Bo'sh yeyishni yaxshi ko'radi, ayniqsa baliq go'shtini. Yamal dunyodagi eng tezkor o'yinchilardan biri hisoblanadi. Musiqa tinglashni juda yoqtiradi. Ispaniya Superkubogini o'zgacha ochki bilan nishonlagan. Yevroning eng yosh va eng yaxshi o'yinchisi bo'lgan. Instagramida 26 million obunachisi bor va 109 ta post joylagan. La Masiada haligacha yashaydi. Zamonaviy kiyinishni yoqtiradi. Eng ko'p pulini oyoq kiyim olish uchun ishlatadi. Sernachi brendining soatlarini yaxshi ko'radi. Yamal kumiri Neymardek soch turmak qilib olgan. Adidas bilan shartnoma qilgan. Betisga qarshi o'yinda debyut qilgan. Italiya pastasini yaxshi ko'radi. Eng yaxshi dam oladigan joy deb o'z uyini aytgan. Nemativa qo'shig'ini yaxshi ko'radi. O'zini bir so'z bilan kulgili deb ta'rif bergan. Barsa bilan Chempionlar Ligasini yutishni orzu qiladi. Raqs uchun eng sevimli qo'shig'i Ey Lupita. Lamin Barsaning DJ hisoblanadi. Instagramdan ko'ra TikTokni yaxshi ko'radi. El Clasico'dagi g'alabani takrorlanmas deb ta'riflagan. Gavini komandadagi
eng kulgili deb hisoblaydi. Agar futbolist bo'lmaganida streamer bo'lishini aytib o'tgan. Neymarni eng yaxshi o'yinchi deb hisoblaydi. Ukasining tug'ilgan kunida o'zini g'alati his qilgan. Yosh o'yinchilarga kattaroq orzu qilishdan qo'rqmaslik kerakligini aytgan. Yamalning o'sishiga Xavi ham sababchidir. 17 yoshida hech bir o'yinchi Lamindek natijaga ega bo'la olmagan. La Masiyadan chap qanot winger bo'lib o'ynagan. Joan Laporta Yamalni yaxshi ko'radi va klubni kelajagi deb biladi. Do'stlar,